Grevimi karis oilam bilan mol go'shtini qovurib yeyishga choyxonaga. Karis qaynukam Barselonani soqol oladiganini ishlatar ekan. Birinchi marta ko'rishim. Barselonani stikerini yopishtirib qo'ygan desam, stiker emas ekan, o'zidan chiqqan shunaqa narsasi ekan. Menimcha karis qaynukam Barselonani fanati bo'lsa kerak. Ko'chada quyosh chiqqan, lekin juda ham qattiq shamol bo'lyapti. Karis xolamiz ertalab telefon qilib, ishga ketayotganimda uchib ketishimga sal qoldi deganda, qaynonam bilan kulib qotib qolamiz. Bugun oddiy yengilgina makiyaj qilmoqchi edim, shuning uchun Dr. Jartning BB kremini surtab oldim. Yuzimni shunaqa chiroyli qilib qo'yganini qaranglar. Agar oramizda sochini keratin qilishga ikkilanayotgan qizlar bo'lsa, ishonuringlar, umuman ikkilanishga hojat yo'q. Keratin qilsanglar, sochinglar tekis, как будто dazmollaganday bo'lib turadi. Qaynonamning sochini qaranglar. Sochingizni keratin qilsangiz, shampun bilan yuvib, ukladkasiz bemalol yuraverasiz, chunki shunaqa tekis bo'lib turadi. Andijonlik kosmetolog Zilola opa bizga shunaqa chiroyli dvoyka sovg'a qildi. Hayotimda birinchi marta 2 yoshli o'g'lim bilan bir xil kiyim kiyishim. Qaynonamning sochini qaranglar, juda ham silliq, tekis bo'lib turibdi. Meni sochimni ko'rib, ozroq essens surtasang yanada sog'lomroq ko'rinadi dedilar va o'zlari ishlatadigan essensni menga ham shunaqa qilib surtab qo'ydilar. Sovuq mashinalarimni nimaga sumkaga solmading deb yig'lashini qaranglar. Zarda qilishlariga necha. Shunaqa qilib karis oilam bilan go'shtxo'rlikka ketdik.